Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Mana bugun bizda sotiladigan uyimiz bor edi. O'shani sizlarga obzor qilaman, ma'lumotlarni oxirida aytib o'taman. Xo'p, boshladik. Xo'p, bu kiruvchi qismimiz. O'tirishga joy qilib qo'yilgan ekan. Oshxonamiz. Xo'p, remontlarimiz yaxshi holatda. Koridor qismimiz. Esa ayvonimiz. Общий tualet sanuzel. Bu esa общий yuvinish xonasi. Mana bu zalimiz. Remontlar yaxshi holatda. Bu родительский spalnya. Hop, ma'lumotga keladigan bo'lsak, uyimizda suv, svet, gaz, kanalizatsiya, hamma narsa mavjud. Muammo bo'lmaydi. Uyimizning narxini 55 ming dollar so'rashyapti. O'tib beradigan joyi bor. Unga kerak bo'ladigan bo'lsa, nomer video tagida qoldiraman. Manzilimiz Yangi Toshmay postdan 3 km ichkariga kirganda Ko'ksaroy Didor mahallasida joylashgan domlarimizdan biri, birinchi etajda joylashgan, o'zining zaxvatlariga ega. Kimga kerak qiladigan bo'lsa, nomerlar opisaniyada turibdi. Charchamanglar.